Bu mushukcha onasining o'lganligini bilmasdan uni pashalaridan himoya qilishda davom etardi. Kechqurunlari sovuq bo'lganligi uchun mushukcha baland ovozda miyovlab onasini harakatga keltirishga harakat qilardi. Mahalliy aholi uni 1-2 marta tutishga urinib ko'rishdi, lekin u doim qochib ketib va ular ketgandan keyingina qaytib kelardi. Har kuni onasining tanasini yalab, uni toza tutardi. Yaqinda joylashgan suvdan ichib, yana qaytib kelardi. Buni ko'rgan mahalliy aholi mushukchaning ko'p yasha olmasligini bilgan holda veterinar chaqirishdi. Veterinar kelganda uning onasi 1 hafta oldin o'lganligini aniqlandi. Uni tuzoqqa tushirish uchun onasining hidi keladigan sochiqni qo'yishdi. Mushukcha tuzoqqa tushdi. Uni veterinarga olib borib, unda hech qanday kasallik yo'qligi aniqlandi. Unga oxirgi marta onasini ko'rsatishganda mushukcha baland ovozda miyovlab, uning onasiga yordam berishni so'rardi.